Çoğun kichik hammalar yoqtirib yeydigan, ta'mi o'zgacha ham bak yeyishlik sho'si qilishni o'rganib oling. Itli suli intayin oddiy birlik yo'singiz o'rganib olasizsiz. Ta'mi gap ketmaydi. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolsiz. Avval 3 tal tuxumni chiqib, azroq tuz, azroq suv qo'yib tekshirlashtirib olamiz. Qozonning tagini maylab tuxumni qo'yib pishirib olamiz. Mushunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsigimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran tutquni murshu. Hamda muvofiq miqdorda yugurishga azroq kunjut, azroq yong'oq may qo'yib tekshirlashtirib olamiz. Hamda bambuk tayoqchasini ostiga xaytaypiyani ustiga qo'yib, hozir tayyorlab olgan gurchimizni tekshirlaytib olamiz. Oq guruch ishlatsanlar bo'ldi. Men bugun ozuqlik qiymati intay yuqori bo'lgan qora guruch ishlatdim. Hamda tarxamakni mushning o'lchab turib to'g'rib olamiz. Savzni ushoq qirib olamiz. Tuxum qiyizlan sevagandan keyin cho'ng ustamning maysiz samsaqli qizilmish qiyamidan bir qo'shiq silvitimiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor. Bismillah chiqib turdi maysiz do'stlar. O'riqlash mazgilingizda yeyishingizga intayin mos qildi. Azroq zimajang silvatsangiz balalaringiz maqtab turib yeb ketadi. Bugun aytgan sho'si asosan o'riqlayotganlarning yeyishiga intayin mos qildi. Videoda ko'rsatgan bo'yicha chiroyli yo'yib olamiz. Men sho'si qilsam davomli cho'g'ilib ketadi degan do'stlarimiz inkas rayonining 2 raqamini besib qo'yinglar. Qanchalik do'stimiz chiroyli sho'si qila oladiki, birlikda ko'rib baqaylik. Uydagilaringizga manda sho'si qilib birdigan bo'lsangiz, maqtab turib yeb ketadi-jimi? Et bayramda do'stligingiz aytgansiz, do'stligingizdan gul keltirib yetadi. O'rganib oldingizmi? Qiynamisiz metib sinab beqing. Kelarki sanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.